Hadi nima san deb hamma ko'chada yotsinmi? Yot Shohruxjon. Olayman, yot. Tak, Shohruxxon yoniga kim yotadi? Yonida yotish 200 ming. Bo'ladi. 200 mingmi? 50 ming bersam bo'lmaydimi? 50 mingga xurragini emishmisan, ukajon. 75 ming pulim bor. Bo'pti, oyoq tomonda yotasan, davay kir. Mana karta edi. Karta bilan borib Mirjalolning emas bilan yotasan. Bo'y qol. Короче, men ketdim bo'pti. To'yingga ham. Nima bo'pti? Men bir kunga to'yga kelganman. Bilaman Shohruxxon. Bizning maqsadimiz sen bilan ujin qilib, sen bilan yaqindan tanishishdi. Ketma Shohruxxon. Aka, men bilan ujin qilmoqchi bo'lsangiz, Mobius kompaniyasini 5-yanvargacha Mazda yangi yil tarifiga ulanib, men bilan o'sha ujinni yutib olsangiz bo'ladi-yu. Yo, shunday qilsa bo'ladimi? U tarifning ichida yana nima bor? Cheksiz qo'ng'iroq va megabaytlar. O zo'ra kanka. Men ketdim. To'xta Shohruxxon, bitta iltimosimiz bor. Shu kichkina bizneschamiz bor, kolbasa ishlab chiqaramiz. Shuni reklama qilib ber. Shu bilan qutulamanmi? Keyin ketasan. Ol, Abdulla akamning kolbasalari zo'r. O'rtoqlar, Abdulla akamning kolbasalari juda zo'r. Tatib ko'ring. Молодец, молодец. To'xta. Allo. O'lgan mol? 3 kun bo'pti, kolbasa qo'shsak bo'ladi? Hey, nima deyapsiz? Videoni o'chiring, nimalar qo'shib tashlagansiz buning ichiga? Nima o'chiraman? Baribir sen meni kolbasamni yemaysan-ku. Sen baribir shaharda sifatli kolbasa yeysan.